Ayol kishini muvaffaqiyatga olib chiqadigan 3 ta xislat. Birinchisi, bu boshqa ayol haqida nima deyilsa ham siz uni ortidan himoya qila olishingiz. Ya'ni hozirgi tilda женская solidarность. Afsuski biz ayollar oldin o'tmishda kimnidir qora ishlarini deymizmi, yomon xulq-atvorini deymizmi yoki xo'p, qaysidir kamchiliklarini deymizmi, bilsak va uni muvaffaqiyatga erishganini ko'rsak, voy o'zi uni kimligini bilarmiding? Kecha kim edi, bugun kim bo'lib qoldi? Endi gapirishni boshlabdi deb uni yerga urishga, qadrsizlantirishga harakat qilamiz. O'zimizdan ayblarimiz-ku ko'zimizga ko'rinmaydi. Qachonki boshqa ayollarni orqasidan ham himoya qilishni o'rgansak, bilingki, siz ichingizdagi stерженni baquvvat qilishni birinchi qadamini qo'ygansiz. Ikkinchisi, sizni sharoitingiz, taqdiringiz, umuman turmush o'rtog'ingiz, oila a'zolaringiz yaratgan tomonidan siz uchun tuzilgan eng yaxshi va eng to'g'ri taqdir ekanligiga ishonch bildiring. Sababi norozichilik bor joyda yana siz norozi bo'ladigan vaziyatlar ko'payaveradi. Uchinchisi haqida nima degan bo'lardinglar? Kommentariyada yozinglar. Menga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Tekin-ku.